Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun Farg'ona moshina bozorida mana 2024-yilda ishlab chiqarilgan Tracker avtomobillar Redline yurgan probegi 6000 polish chexol qilingan. Moshina o'ta go'zal. Bu hali Redline degani mana qizil polosasi bor. Redline degan podnoshga qo'yilgan. Mana qizil polosasi bor. Redline to'pqigan yumshoq bo'ladi bor. Tumanniklarni qo'yib qo'yilgan. Rich oblisovka qo'yilgan. Propan gazi bor. 11 oy tonirovka ruxsati bor ekan. Moshina o'ta go'zal holatda. O'ta go'zal. Orqasi blok piyana qilgan. Ular shoxigacha blok piyana qilingan mana. Moshina o'ta asal. Narx qiziq bu mashina do'stlar, narx qiziq. Jemina markadan siz обязательно o'tib beradi. Kabina kompaniya Sarvajon Xonbatov $18700 baho etilyapti. Jemina markada kelsa обязательно yana tushib beriladi. Murojaat uchun 91 117 23 22 ga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Sirrazi issig'ida.